Sönmüş bir volkan gibiyim, hazırım ben evlenmeye. İçimdeki ateşi sokuyorum göklere. Biraz kıvır biraz duman alıp seviştim sevgiyle. Kayboldan söndürmüşsün yansın dünya dilimde. Gel gel dokun bana yeter cehennemden kurtulayım. Sana sağlam sevdiğim o güneş gibi davranmış. Hadi dokunmasın beni, çal verir bir dilit beni. Farklı bunlar çünkü unutma bana beni. Hadi dokunmasın beni, çal verir bir dilit beni. Farklı bunlar çünkü unutma bana beni.
Rahmat do'stlar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hurmatli mehmonlar, aziz tomoshabin do'stlar, hurmatli o'yinchilarimiz, to'ylarimiz yaxshi bo'lyapti, lekin shu bolalarni hech kim tartibga olmayapti do'stlar. Men ham shu bolalarga ayta-ayta charchaganman. Avvallar aytar edim, bachlar kallang piyozlamay o'rtadan chiq degan edim. Endi bachlardan ham betar nimagadir shu kelin-kuyovlarni atrofini o'rabagan kelinlarimiz aynasa nimagadir ko'rkazmaysiz. Qarsak chalsangiz chekkada turib chaling, jon qizlarim. Mana shu kelgan opalarimiz havas bilan kelib o'tiribdilar, ko'ra olmayapti, iltimos qilyapti mendan. Kechamiz davom etar ekan, bugun do'stlar yaxshi o'yinlar davom etdi. Mana shu mehmonlarimizdan, mana shu o'zimizning qishlog'imizdan yaxshi o'yinchilarimiz davriga marhamat. Ravshanbek ukamiz Sivasovbek shaharchasidan yaxshi o'ynab qo'ydilar. To'yimiz boshlarida toy yarmigacha Ernazar Mug'onim damiga tushdi birgina jigit. Narsahat degan bachcha yaxshi o'ynab qo'ydilar. Matluba singlimiz mehmonlarimizdan Urazgul singlimiz, Gulolak singlimiz Nodima bo'lsa kerak. Nodira, Nargiza, Mitxun ukamiz, Renat ukamiz, Botir ukamiz, Kiyovturani oshna do'stlardan Mo'min ukamiz davriga marhamat. O'ynab prizdan olib keting. Yordamchilar yordam bering. Yaxshi bo'ldi. Mana bir tomosha qilamiz. Ay yasha. Aha. Ravshan ukamiz, Matluba, Urazgul, Gulolak, Nodima, Nodira, Nargiza. Aha. Qarsalaringiz azizlar. Bir chiroyli qarsalar. Do'stlar, bugun Kiyovturani oldilarda farishtadek bo'lgan oshna do'stlari yaxshi xizmat qildilar bugun to'yimizda. Yonlarda xizmat qilyaptilar. Do'stlik abadiy bo'lsin. Oshna do'stlarni ham davriga chorlaymiz. Prizlarimiz bor. Marhamat, Kiyovturani oshna do'stlari davriga marhamat. Muzika. Aha. Kiyovturani oshna do'stlari davriga marhamat. Do'stlarim, hurmatli kechamiz qatnashchilari, kelin-kuyovlarni tabriklash uchun Qorliq shaharchasi Merxol ammasini Kiyovturani, Zulxumar kelinlar marhamat keling. Setar bo'lasi Kiyovturani, Parda tog'asi kelinoyimizni, Kiyovturani oshna do'stlaridan Jamshidbek, Zafarbek ukalarimiz marhamat keling. Guljahan ammalari, Maral opalari navbat kutyaptilar. Mana shu do'stlarimiz davriga kelib yetganlarga qadar begench kichkinagina tabrik, marhamat joylarimizdan turamiz. Turkiya davlatida istiqomatda yurgan o'ktam oshnangiz bugun to'ylar bilan tabriklaydi. Sizlarga sihat salomatlik, uzoq umr tilagan o'yinchilarimiz hurmatiga bol-monat prizlar ham bor. Sog' bo'lsinlar deb ta'zim yilmayam salomat bo'ling. Rahmat sizlarga, salomat bo'lingiz. Marhamat, biz davriga chorlagan do'stlarimiz keling. Assalomu alaykum, uzoqdan va yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana shu kun oqshom jiyanimning umrlik yo'ldosh bo'lgan kuyovimizning to'ylarida qatnashar ekanman. 1-2 yoshga nasib bo'lsa, jon sog'lik, tinchlik, baxt, taxt izlayman. Shularning umrlari uzoq bo'lib, to'yga ulashib, tomosha bo'lib
oynab turganlarni arzu etaman. Bizning tağaları, halalar tomonidan yapılgan badarkamizni topshirishga ruxsat beramiz. Marhamat. Birinchi chiroyli so'zlar tog'alar nomidan marhamat Jumash, qarasiz, muzika bering. Marhamat, tayyorgarlik ko'ring. Marhamat, qo'shilamiz. Rahmat sizga barda. Salomat bo'ling. Spasibo. Salomat bo'ling, rahmat. To'ylarda qaytib e'lon qilaman. So'rayman, Xudoim bergan yoshing yashangizlar. Boshlangan padagar toshima fursat berdi. Darmo rahmat sizga. Sağ olun, rahmat. Marhamat, keling qizlarim, birini keting. Gülen degan Çiçem Mahinur, men sizleri turmuş to'yingiz bilan qutlayman. Sözümün sonunda halası ve bölelerinin namından kichik sovg'atimiz vardı. Şunu qo'shilmani ruxsat etseniz. Sözümün sonunda to'y yerlerinde orta çağırıyoruz. Rahmat sizga, sağ olun, marhamat. Keling. Uzoqdan va yaqindan kelgan aziz mehmonlar, mana shu bugun oqshom Ahmedovlar oilasida katta to'y, katta tantana va shu to'yning sababkorlari bo'lgan kelinim Beganch va kelinimiz Mahinurlarning nikoh va baxt to'yida o'tirar ekanman. Bularga uzoq umr, sihat, salomatlik, kelgusi ishlarda kattadan katta ulkan zafarlar tilayman. Va so'zimning oxirida ammasi va jizasi nomidan kichkina padatkasi bor, shuni topshirishga ruxsat bering. Tog'am bilan chechamda ham o'rtaga taklif qilaman. San'atkorlar so'z bilan. Marhamat, topshiramiz. Qo'yganlarni davrga chaqiramiz. To'ylar muborak bo'lsin. Beganch kelinimiz Mahinur, ularga men baxt tilayman, kelgusi ishlarda, mashg'ulotda og'zi birlik bo'lsin. Ham mashg'ulotimizni atdan kichkina padarkamiz bor, shuni qo'shib o'tirib. Ukam Beganch
kelinimiz Mahinur. Ularda turmush to'yimdan qutlayman. Sizlarga ham jon sog'lik, ishlaringda ustunlik, turmushlaringda ham shabag'at arzu qilaman.